Assalomu alaykum. Hurmatli mirishkor dehqonlar. Mana bugun nasib bo'lsa Xudo xohlasa ishlarimizni ham qo'llab boshladik. Mana texnikamiz. Endi bu texnika hammaga tanishdir. 70 soatga tushadigan qilib, mana shunday qilib moslama qildik. Ya'ni karchopka. Bu texnikamizni o'zimizni Jeynolik usto, nomeradiy usto aytgan buni. Mana shunday qilib razmerlarini bersangiz, ana shunday qilib zakkunni qilib taxlab berdi. Xudo xolasa, mana ishlovlarimiz, mana hasharchilarimiz bor. Hasharchilarimiz ishlamayapti. Bugungi savz 2026-yil 11-may kundagi holati. Xudo xolasa sotuvga tayyor kelaverasiz. Dehqonlarga urug'likka beramiz. Hech qanday kasalliklar chalinmagan. Hammasi yirik, maydasi yo'q ichiga. 4 palis, 3 palis, 2 palis, ana shunda maydasi yo'q ichiga. Xudo xolasa kelishtirib beramiz. Dehqonlarimiz aloqaga chiqaverishsin.